Mana hamma joyimiz tog' bilan qoplangan. Xuddi men orzu qilganimdek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bir tirik jon yo'q. Endi odamlarni nazarda tutib turibman. Alloh taoloning yaratgan mavjudotlar bordir. Bizga ko'rinmaydigan, ovoz chiqarmaydigan. Lekin mana faqat tog', hamma yer tog'. Tog' xuddi shu narsani orzu qilgan edim. Boyam aytgandek. Ko'raylik, qani endi qo'shni qishloqqa botirmiz bizlar. Soyg'ozga. Shu tog'ni olganimda endi u Soyg'oz. Şurada tropinkalar bor ekan, demak odamlar o'tib qaytgan ko'p bu yerda. Qolaversana chorva mollarini ham izlari bor, ular ham tropinkani qilib qoldirgan. Значит, bu yerlarda ko'p mol boqadilar. Chekka qishloqlarda endi bular. Respublikaning chekka qishloqlari. Ko'raylik, qani meni aytganda tog' qor yaqin ko'rinadi, lekin aslida uzoqlarda ekanda. Xuddiki Saropa o'xshab. Astag'firullah. Yaqin ko'rinadi, boraman desa uzoqlab ketaveradi. Amallab shu qishloqqa tushib olsak yaxshi bo'lar edi. Eng yaxshisi internet bor ekan bu yerlarda. İnternetden orientir olsa bo'ladi Google Zemlyadan. Tak. Ko'raylik, qani o'g'il. Kutib turibdi bizlarni. Voy, tikka qo'yalar. Astag'firullah. Tikka qo'yalar bu yoqda mana. O'tadigan joy bo'lsa-ki yaxshi. Google'dan bir qator ko'rmadim shunday. Voy, xudojonim. Salomon. Pastga tushib boqayman. Voy. Hamma joy tog'. Yovvoyi hayvonlar. Boya bir tulkimi, shoqolni bir narsa ko'rdim. Uni boshqa qurut meroqi yo'q o'xshaydi. Voy, mana qara. Astag'firullah. Astag'firullah, dara deydi-da buni. Voy. Mana qarang. Tabiatni go'zalligini. Xudoy taolo ne'matida bor. Astag'firullah. Astag'firullah. Qarang. Mana bu men olgan guldan. Uni ushlab ko'rsangiz xuddi baxmal o'xshaydi. Tirik gulga o'xshamaydi. Tirik gulga o'xshamaydi. Jonsiz bir matoga o'xshaydi. Oldu. İstelikka. Vdруг faydalı berk bo'lib chiqar. Yamondan Xudo saqlasin. Yamondan Xudo saqlasin. Voy. Ana. Qishloqdan uzoqlab ketayotirman o'xshaydi men. Voy. Voy. O'tib olishim kerak. Lekin molni tazaklari. Voy. Hayvanlar tazaklari bor bu. Tez boqsalar kerak bu yerda. Voy. Estağfirullah. Allahu ekber. Sanamam borib olaylik, qishloqqa tushib olaylik.
Yutib olamiz ekan endi. Ay Allah, o'zing ham ko'rsat. Tuyoqlarning izlari bor, lekin yutib olish kerakmi? Uchib turadi.